Birinchi maydan elektr toki bilan gaz oshishiga qanaqa qaraysiz? Oxirgi paytda yurtimiz ko'payib ketmadimi narx-navon oshishi? Albatta ko'payib ketdi. Menga qarang, avvalchi hayotimda ko'rib qo'yinglar, kirib yashashchi. Nech pulga qanday yashashchi? O'sha ko'tarayotgan odamni o'tkazib qo'yish kerak o'sha pulga. Qani pensiya? Mana pensiyaga yashaymiz. Eng arzonini qidiramiz. Bu yoqda dorimizga yo'q e'tiborimiz bormikin? Hali metroni tekin qilgandek, aptekani arzon qilgani bo'lsa, o'sha yoqqa boramiz deb o'tiribmiz. Nimaga yetkazaylik? Kvartiratagami, dori-darmongami yo qoringami? O'sha ko'tarayotganlarda insof bormi? Xalqqa o'ylaylar. Mana shundan chiqib ketyapti o'g'rilik, aferistlik, musulmondan chiqib ketyapti hamma. Qatta bo'lsa yulsam deydi hamma. Bu chestnimi? O'zinglar aytinglar. Qatta bo'lsa, nima bo'lsa, kimdan kim yulib olsa. Mana mehr oqibat hammasi yo'q bo'lib ketyapti shuni orqasidan. Televizorda mehr oqibat undan-bunday deydi. Mana yog'ini to'g'rilab qo'y, hammasi bo'ladi. Hamma narsa shundan kelib chiqyapti. Qimmatchilikdan kelib chiqyapti. Nahotki oddiy odamni aqli yetgan, u tepada o'tirganlarning aqli yetmaydimi shunga? Yetadi. Agar normalniy bo'lsa, hammada insof bo'ladi. Bu yerda insof ham ketyapti, mehr oqibat ham ketyapti. Oyliklar oshmayapti? Yo'q, biza pensioner biza. Qani qizlarim bor. Ular ham oylik oshmayapti. O'shanga yarasha oylik bo'lsa mayli edi.